Otabek, Qashqadaryodanman. Yapon huquqini tadqiq qilish markazida Yaponiyaning Nagoya universitetini bo'yicha magistraturasiga qabul qilindim. Yutishga yoki grant yutishga harakat qilish kerak. Agar borsa qiyin bo'ladi. Farqi magistratura bosqichida ilmiy ishga qaratiladi. Professor bilan doimiy aloqada bo'lib, haftasiga 15-20 soat 2 kun 3 kunga to'g'ri keladi. Unchalik Yaponiyani kundalik hayotida ko'proq Yaponiyaga kelishdan oldin agar Assalomu alaykum. Ismim Otabek, Qashqadaryodanman. Yoshim 25da. Shu yil 2025-yil Toshkent davlat yuridik universitetini tamomladim. Shu bilan birga Toshkent davlat yuridik universitetida joylashgan Yapon huquqini tadqiq qilish markazini ham bitirib, hozirda oktyabr oyidan boshlab Yaponiyaning Nagoya universitetini huquq yo'nalishi bo'yicha magistraturasiga qabul qilindim. Hozirda mehnat huquqi bo'yicha tadqiqotimni olib boryapman. Yaponiyada o'qishga kelganda iloji boricha stipendiya yutishga yoki grant yutishga harakat qilish kerak. Agar iloji bo'lmasa ham o'qishda imkoni bor, o'qish bilan birga yashashni olib borsa qiyin bo'ladi. O'qish davomida biz Yaponiya universitetlari O'zbekiston universitetlaridan farqi magistratura bosqichida ko'proq ilmiy ishga qaratiladi va sizga biriktirilgan professor bilan doimiy aloqada bo'lib, kuzatuv ostida ilmiy ishni olib borasiz. O'zbekistonda ko'proq mustaqil bo'lib, boshqa fanlar ham majburiy deb o'ylayman. Farqlar asosan shunda. Hozirda Yaponiyada agar o'rtacha kontraktda o'qib, stipendiya olsangiz ham, stipendiya sal kontrakt to'lashga yetmasligi mumkin. Shuning uchun haftasiga 15-20 soat ishlashga to'g'ri keladi. Haftasiga 20 soat, 15 soat bu kuniga 2 kun, 3 kunga to'g'ri keladi. Unchalik harakat qilsa, eplasa bo'ladi. Lekin ko'proq o'qishga e'tibor berish kerak. Haftasiga 28 soat ishlash mumkin talabalarda, lekin 28 soat ishlaganda universitet ishlariga, o'qishlariga ulgurmasligi mumkin. Ko'proq o'qishga qaratish kerak e'tibor. Yaponiyaga o'qishga kelish uchun asosiy e'tiborni iloji boricha yapon tilini o'rganishga harakat qilish kerak. Baribir Yaponiyada boshqa til bilan, ingliz tili bilan o'qish mumkin, lekin Yaponiyani kundalik hayotida ishda qiynaladi odam. Shuning uchun ko'proq Yaponiyaga kelishdan oldin agar o'qishga kelish maqsad bo'lsa, ishlashga ham birinchi navbatda yapon tilini va madaniyati bilan ham o'zingga tanishish kerak. Tilni o'rganish davomida qaysi sohaga kelayotgan bo'lsangiz, mana shu sohani ham boshlang'ich bilimlarini yaxshi chuqur o'rganish kerak.